Assalomu alaykum qadrli teletomoshabinlar, dasturlarimiz davomida xabar berib borayotganimizdek, birinchi xalqaro islom sivilizatsiyasi forumi o'z ishini davom ettirmoqda. Asosiy maqsadi islom sivilizatsiyasining asl mazmun mohiyatini ochib berish, uning ilm-fan, madaniyat va ma'naviy taraqqiyotga qo'shgan ulkan hissasini namoyon etish, shuningdek zamonaviy dunyoda tinchlik, bag'rikenglik va ma'rifat g'oyalarini targ'ib etishdan iborat bo'lgan ushbu forum Samarqandda bo'lib o'tmoqda va kuni kecha forum doirasida 3 ta muhim konferensiya o'tkazildi. Imom Buxoriy va Imom Motrudiy ilmiy merosiga bag'ishlangan konferensiya, shuningdek islom sivilizatsiyasi va zamonaviy dunyo meros, muloqot va taraqqiyot mavzusidagi konferensiyalar bo'lib o'tdi va konferensiyalarda alohida e'tirof etildiki, O'zbekiston so'nggi yillarda aynan ajdodlar merosini asrab-avaylash, uni tadqiq etish va targ'ib etish borasida muhim islohotlarni, ishlarni amalga oshirmoqda. Buni Toshkentdagi Islom sivilizatsiyasi markazi, Samarqanddagi Imom Buxoriy yodgorlik majmuasining qaytadan bunyod etilishi, shuningdek Marg'ilondagi Burxoniddin Marg'iloniy majmuasi misolida ham ko'rish mumkin. Ayni vaqtda yonimda Uyg'un G'ofurov, Toshkent Islom instituti rektori. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Kuni kecha o'tkazilgan konferensiya va ularning amaliy ahamiyati, ma'ruzalar haqida to'xtalib o'tsangiz. Rahmat, assalomu alaykum. Demak, mana Toshkentda boshlangan birinchi xalqaro islom sivilizatsiyasi forumi Samarqandda juda qizg'in, jo'shqin va ilmiy jarayonlarga boy tarzda o'tyapti deyishimiz mumkin. Chunki bu yerda aytishimiz mumkin, dunyoning 40 dan ortiq mamlakatidan kelgan mutaxassislar o'zaro fikr almashishi bu Sharq va G'arbni birlashtiryapti deyishimiz mumkin. Xuddiki bir zamonlar Buyuk Ipak yo'li mana shu o'rta markaz bo'lgan bo'lsa, hozirgi kunda Samarqand ilmiy markazga aylandiki, bu yerda G'arb olimlari, Sharq olimlari, bizni buyuk ajdodlarimiz Imom Buxoriy, Imom Motrudiy asarlarini mayda detallarigacha o'rganib, ularni qaysi nusxalari qayerda joylashgan, qaysi kutubxonalarda saqlanyapti, ularni qaysi shogirdlari meros yetkazgan va hozirgi zamonaviy tadqiqotlarda bu o'rganishlar qaysi jarayonda ketyapti. Juda bir qizg'in ilmiy yangiliklarga boy juda katta bir anjuman bo'lyapti deyishimiz mumkin va bu yerda ko'plab mutaxassislar hattoki o'zlarini yangi bir ilmiy kashfiyotlarni ham olib chiqishyaptiki, bu kelajakda mana shunday anjumanlarni davom ettirish, bizni allomalarimiz nafaqat islom sivilizatsiyasi, balki dunyo tamadduniga qo'shgan hissasini xalqaro miqyosda e'tirof etilishda juda katta qadam bo'lyapti deb aytishimiz mumkin. Rahmat deymiz. Albatta, qadrli teletomoshabinlar, ushbu forumning aynan Toshkent, Samarqand va Termizda o'tkazilishi muhim tarixiy ahamiyatga ega. Chunki ushbu shaharlar turli davrlarda islom sivilizatsiyasi rivojiga hissa qo'shgan. Navbatdagi suhbatdoshimiz Imom Buxoriy xalqaro ilmiy tadqiqot markazi ilmiy xodimi Tohir Ibodullayev. Assalomu alaykum. Aynan bugun o'tkazilayotgan forum doirasidagi tadbirlar, amaliy natijalar haqida to'xtalib o'tsangiz. Avvalo shuni aytib o'tishimiz mumkinki, mana shu birinchi marta o'tkazilayotgan bu xalqaro juda ham katta forum, mana buni boshlanganiga 4 kun bo'ldi. Bugun 4-kun. Aynan Samarqand viloyatidagi 2-kuni, aynan amaliy kunlari boshlandi. Mana bugun kunning 2-yarmida biz amaliy natijalarni ko'rsatishni boshlaymiz. Amaliy ishlarga, jarayonlarga kirishiladi. Mana hozirgina mehmonlarimiz guruhlarga ajratilgan holatlarda mana bunday qulay mashinalarda Imom Buxoriyni, muhtaram prezidentimizni shaxsan tashabbuslari bilan qaytadan yangidan qurilgan Imom Buxoriy majmuasini ziyorat qilib, Imom Buxoriyning qabrlarini ziyorat qilib, u yerdagi innovatsion muzey bilan tanishyaptilar. Shu bilan birgalikda yana bir narsani aytish mumkinki, bu konferensiyaning amaliy jarayonlari boshlanib ketdi o'zi. Chunki bu yerda biz juda ham yaxshi bilamiz, hadis ilmi oliy maktabi bor. Imom Buxoriy xalqaro ilmiy tadqiqot markazi bor va mana shu markazlarda, mana shu ta'lim dargohlarida bugungi mehmonlarimiz borib, u yerdagi talabalarimiz uchun, ilmiy tadqiqotchilarimiz uchun yaratilgan sharoitlar bilan tanishyapti va bir narsani hozir aniq ta'kidlab o'tmoqchi edim. Mana shu konferensiyada bugun ishtirok etayotgan Iroqdagi Imomi Azam No'mon ibn Sobit universitetining doktori Fahmi bin Ahmad al-Qazzos janoblari bugun Imom Buxoriy xalqaro ilmiy tadqiqot markaziga tashrif buyurib, markazga o'zini Imom Buxoriy ilmiy merosiga bag'ishlangan 20 dan ortiq kitoblarini taqdim etdi va shu bilan birgalikda mana shu
Iroqdagi Imom Azam universiteti va Imom Buxoriy xalqaro ilmiy tadqiqot markazi o'rtasida Imom Buxoriy merosini o'rganish, Imom Buxoriyning asarlarini o'zbek tiliga tarjima qilish va tadqiq qilish bo'yicha o'zaro kelishuvlar amalga oshirildi va mana shuni ham biz aytishimiz mumkinki, bugungi mana shu o'tkazilayotgan katta xalqaro konferensiya mana shunday bir katta amaliy natijalarni beradi. Bugun kunning ikkinchi yarmida barcha mehmonlar yana shu dasturimizda bor. Prezidentimizning shaxsan tashabbuslari bilan mana Imom Buxoriyga yaqin joyda Maxdumi Azam Kosoniy ziyoratgohiga, majmuasiga borib, u yerdagi O'zbekiston olimlari tomonidan o'rganilgan 50 dan ortiq u yerda qabrtoshlar mavjud va mana shu yerda olib borilgan bunyodkorlik ishlari bilan ham tanishadi. Mana shunday jarayonlar bugun konferensiyani yanada boyitadi. Yana bir narsani aytishimiz mumkinki, bu xalqaro konferensiya Toshkentda boshlandi. Mana kecha Samarqand va Termiz shaharlarida o'tkazildi. Termizdagi olimlar ham bugun Samarqandga kelgan. Bugun Samarqandda yanada katta jarayon, barcha o'sha olimlarimiz, barcha mehmonlarimiz bugun hammalari Samarqandda bo'lishadi. Ma'lumot uchun rahmat deymiz. Albatta, qadrli teletomoshabinlar, ushbu aynan forumda 50 dan ortiq davlatdan 300 nafardan ortiq ishtirokchilar ishtirok etmoqda va Samarqandda o'tkazilayotgan konferensiya jarayonlari davom etmoqda va turli ma'ruza va taqdimotlar ham qilinyapti. Biz batafsil yana dasturlarimiz davomida sizlarga yetkazib borishga harakat qilamiz. E'tibor uchun rahmat deymiz.